Ey, u yerda nima qilyapsan? Obuna bo'lish himoyasini qo'yayapman. Tomoshabinlar kanalga obuna bo'lishlari uchun. Xo'sh, bu eng yaxshi himoya. Oldingi seriyada. Уже yetarli. Matilda, menga FV44 ni sudrab ketishga yordam ber. Uni dvigatel ishlamayapti. Elektroguz bu yerga kelmoqda. Jon ursin. Biz otgan o'qlarni birontasi unga tegmayapti ham hattoki. Bu yetmaydi. Biz uni katta kalibrli qurollar ostida o'ldiramiz. Koordinatalarda buyruq bo'yicha havo hujumiga tayyorlaning. Qurollarni tayyorlang. Xo'p, janob. Tayyorlan. Nega u bizdan qo'rqmayapti va bizga hujum qilmayapti? Fava, menimcha bu yomon fikr. O'toch. Bo'ldi, u bunday kuchga dosh bera olmaydi. La'nati! Yuguringlar, hamma orqaga chekinsin. Endi u millionlab volt bilan zaryadlangan. So'nggi yillarda biz sizlarga qo'shinlar va ta'minot bilan ko'p yordam berdik. Endi siz bizga ham yordam berish vaqti keldi. Bizga kuchli jangchi kerak. Albatta, bizda jang qilish uchun intiqlik bilan kutayotgan bitta monster bor. Razvedkadagi eski do'stlarim akangizni qayerdaligini xabar qilishdi. Radde uchun hammasini tuzatishga harakat qilyapsanmi? Yana qanaqa ayb? FV akangizni qutqara olamiz va o'sha paytda Raddega nima bo'lganligi haqida to'liq bilib olamiz. Hali ham himoyam bor ekan. Ayollar bizning kasbimizning nozik jihatlarga bunchalik qiziqishlarini bildirishlari juda kam uchraydi. Qiziqayapsizmi bunga? Bilmadim. Nimadir qilish kerak, uni qutqarish kerak.
General, biz elektr kursini standart usullar bilan mag'lub eta olmaymiz. Menda taklif bor. Obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang, davomi bor. Ovoz berdi O'zrayevor. Biz unga ko'proq va kuchliroq akkumulyatorlarni o'rnatamiz.